Jizzax viloyatida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning ta'lim olishi, kasb-hunarga o'rganishi va reabilitatsiya jarayonlari bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. O'rganish jarayonida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jasur Jumayev, mahalliy kengash deputatlari va partiya vakillari ishtirok etishdi. Ushbu tashrif inklyuziv jamiyat sari loyihasi doirasida tashkil etildi. Hozirda viloyatda 45619 nafar nogironligi bo'lgan fuqarolar ro'yxatga olingan. Ular orasida 8881 nafari 18 yoshgacha bo'lgan bolalardan iborat. Ishchi guruh a'zolari Jizzax shahrida qurilayotgan bolalar iqtidorini rivojlantirish inklyuziv markazida olib borilayotgan qurilish ishlari bilan tanishib chiqishdi. 100 o'rinli ushbu markaz 4,3 milliard so'm mablag' evaziga barpo etilmoqda va bu yerda nogiron bolalarga 10 ga yaqin kasb-hunarlar o'rgatish rejalashtirilgan. Muhimi, ularga dars beradigan murabbiylar ham nogironligi bo'lgan tadbirkorlar orasidan tanlab olinadi. Shuningdek, ishchi guruh a'zolari ko'zi ojizlar jamiyat qoshidagi ishlab chiqarish sexlari va o'quv markazlarida bo'lib, bu yerda 50 nafar zaif ko'ruvchi va ko'zi ojiz fuqarolarning bandligi ta'minlangani qayd etildi. Tashrif davomida viloyatdagi 110 o'rinli nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazi faoliyati ham o'rganildi. Bu yerda nevrologiya, terapiya, xirurgiya, fizioterapiya va ozonterapiya kabi shifobaxsh muolajalar yo'lga qo'yilgan. Deputat Jasur Jumayev Jizzax davlat pedagogik universiteti hamda Nurli maskan ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan yoshlar bilan ham uchrashuv o'tkazdi. Unda imkoniyati cheklangan yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qonunchilikdagi yangiliklar, ta'lim va kasb-hunar sohasidagi imkoniyatlar haqida ma'lumot berildi. Muloqot davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob olishdi.